Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz ma'lumotlarni qayta tiklash haqida. U xoh fleshkangiz, xoh kompyuteringizning xotirasidagi ma'lumot bo'lsin. Bizga uning uchun ushbu programma kerak. Buni ochib olamiz. Bizda fleshka yo'qligi sababli faqat ikkita disk ko'rinyapti. D diskdan. Endi bizga misol uchun rasm kerak, o'chib ketgan birorta. Uning uchun bitta mana grafik tanlab olamiz hamda analizni bosamiz. Faylimiz qayta tiklanmoqda. Rasmlar juda ko'pligi sababli 48535 ta faylimiz tiklanmoqda. Juda ko'p emas, mana 1300 ta yetadi. Admin qilib ko'rishimiz mumkin. Mana rasmlar. Hammasi tiklandi. Ular ustiga bosib turib, восстановить deb bossak, bizga rasmlarimiz tiklaveradi. Videomiz foydalanarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz.